yuzlarga qanaqa gel yoki plenka olish kerak? Birinchi bo'lib, mana shundan boshlagim keldi. Quruq yuzlar yoki bo'lmasam umuman yuzini yumshoq bo'lishini xohlaganlar uchun Chanel brendini mana shu cleansing krem tufamini tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham zo'rda qizlar, yumshoq qilib qo'yadi. Yoki bo'lmasam bu sizlarga ozgina qimmatli qilsa, klinik brendini mana ma'munsidan ham olsanglar bo'ladi. Tarkibida guruch bo'ladi, shuni hisobiga yuzni yumshatadi va yaxshi namlantiradi, yuzingizni yumshoq qilib qo'yadi. Agar ular qimmatli qilsa, yuz terini davolovchi mana bunaqa gidronkali ham baryeri va sinayt qilib beradigan varianti bo'ladi va quruq yuzlarga davolovchi variantidan ko'rsatishim mumkin. Mana Dry Skin. CeraVe brendini Dry Skin'idan olsanglar bo'ladi yoki CeraVe'ni mana bu varianti ham baryeri zo'r va sinayt qilib beradi va juda ham quruq ko'zada ishlatsanglar ham bo'ladi. Hatto yog'li yuzlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim, chunki sostavida ceramid, salisiloviy kislota, gilronkalari bo'ladi. Quruq yuzlar va shu zo'r narsa mana shu.